Assalomu alaykum bo'lajak bort kuzatuvchilari. Bugun sizlar bilan ushbu sohani yaxshi tomonlari va ba'zi qiyin taraflarini ham gaplashamiz. Albatta, hamma kasbda bo'lganidek, bu kasbda ham yaxshi va ba'zi qiyin taraflari bor. Bugungi darsimizda shaxsan o'zimning tajribalarimdan kelib chiqqan holatda sizlarga ma'lumot berib o'tmoqchiman. Chunki men o'zim mana shu kasbda ishlash davomida ham yaxshi taraflarini ham ba'zi qiyinchilik taraflarini ham boshimdan o'tkazganman. Keling bo'lmasa boshladik. Bu kasb sizga bera oladigan eng katta bonusi bu qiziqarli sohada ishlash imkoniyati. Aviatsiya sohasida ishlashni orzu qilmagan odam bo'lmasa kerak. Masalan, onalarimiz, opalarimiz, deyarli atrofimizdagi barcha yoshligida styuardessa bo'lishni orzu qilgan. Albatta, sizni ham mana shunday orzuyingiz borligi uchun mana shu darslarni kuzatyapsiz. Men o'zimda ham aynan mana shu orzuyim bo'lganligi sababli ham bu kasbga kirib kelganman. Va bu kasb menga bergan eng katta foydasi qiziqarli, hamma orzu qiladigan sohada ishlayotganim. Aviatsiya sohasida ishlash boshqa sohalarda ishlashdan tubdan farq qiladi. Chunki boshqa kasblarda siz 9 dan 5 gacha rejimda ishlaydigan bo'lsangiz, bu kasbda esa sizda aniq bir belgilangan soat yo'q va siz kunning istalgan vaqtida ishda bo'lishingiz mumkin. Shu bilan birgalikda aviakompaniyalarga ishga kirganingizdan keyin hayotingiz jadval singari butkul o'zgarib ketadi. Masalan, bort kuzatuvchi sifatida ish boshlaganingizdan keyin siz juda ham ko'p do'stlar orttirasiz. Parvoz davomida yoki hamkasblaringiz orasida. Bu esa sizga dunyoqarashingizni o'stirish imkoniyatini beradi. Shaxsan men o'zim bort kuzatuvchi bo'lib ishlayotganimda hamkasblarim orasida turli xil davlatlardan kelgan ishchilar ham bor edi. Masalan, Italiya, Fransiya va boshqa Yevropa davlatlari. Va aynan xalqaro toifadagi hamkasblarim bo'lganligi sababli ham men ular bilan muloqot qilish, ularning madaniyatini o'rganish va ular bilan muloqot davomida o'zimning dunyoqarashimni ham oshirish imkoniyati bo'lgan. Undan tashqari bu kasb sizga networking, ya'ni yangi do'stlar orttirish imkoniyatini ham beradi. Agarda sizda tanishlaringiz, do'stlaringiz qanchalik ko'p bo'lsa, bu sizda imkoniyatlar ham shuncha ko'pligini anglatadi. Masalan, men o'zim boshqa davlatlarga sayohat qilganimda, ko'pincha meni do'stlarim, hamkasblarim kutib olishadi va ular menga o'zlarining shaharlari va davlatlari haqida ma'lumotlar berishadi, yaxshi joylarga aylantirishadi va uylariga mehmon sifatida taklif etishadi. Bu degani boshqa davlatlarga sayohatga borganingizda siz hech qanday mehmonxonalarga pul sarflamasdan bepulga o'sha tanishlaringizning uylarida yashashingiz mumkin degani. Bu faqatgina bitta misol. Undan tashqari boshqa misollar ham ko'p. Undan tashqari bu sohada sizda turli xil oliygohlarni bitirgan yoki boshqa bir ishlarda ishlab turib, keyin bu sohaga kelgan hamkasblaringiz ham bo'ladi. Bu esa sizga ular bilan fikr almashish, yangi bilimlarni o'rganish imkoniyatini ochadi. Masalan, menda shunday hamkasblarim bo'lgan, magistraturaga kirishda yo'nalish tanlashga juda ham qiynalganman va mana shu paytda magistratura bosqichlarini tamomlagan va o'zlari mana shu yo'llarni bosib o'tgan hamkasblarim menga maslahatlar berishgan va aynan ularning maslahati sababli ham magistratura yo'nalishimni tanlaganman. Undan tashqari bu sohaning yaxshi tomonlaridan biri sizga yuqori daromad olib keladigan kasb ekanligi. Haqiqatan ham bu sohada ishlaydiganlar juda ham yaxshi daromad topishadi va ularning daromadlari boshqa sohalarga qaraganda anchagina yuqoriroq bo'ladi. Bu haqida ko'pchiligimizda taxmin bor, ya'ni aviatsiya sohasida ishlaydiganlar yuqori daromad oladi, oyliklari juda ham yuqori degan. Haqiqatan ham shunaqa. Balki shu sababli ham bu kasbga ishga kiruvchilar orasida turli xil stereotiplar, turli xil taxminlar yuradi. Shaxsan o'zimning tajribamdan aytadigan bo'lsam ham, men 1 yil davomida uy va mashina sotib olishga yetarli va undan ham ortadigan daromad topa olganman. Bu degani, agarda siz aviakompaniyalarga ishga kirsangiz, juda ham yaxshi oylik daromad topishingiz mumkin. Oylik daromad topishingiz va sizga to'lanadigan haq siz uchadigan parvozlar, uchish soatlariga qarab belgilanadi. Agarda siz ko'p parvoz qilsangiz, oylik maoshingiz shunchalar ko'p chiqadi. Agarda kamroq uchsangiz, albatta oylik maoshingiz ham uchish soatingizga qarab belgilanadi. Aviatsiya sohasida ishlaydigan bort kuzatuvchilar o'rtacha 10 milliondan 100 million so'mgacha daromad topishlari mumkin. Daromadingiz esa uchish soatingizga qarab belgilanadi. Bu aviakompaniyaning qanchalik mashhur ekanligi va qanday yo'nalishlarda parvoz qilishiga ham bog'liq.
Agarda siz yuqori daromad beradigan aviakompaniyalarga ishga kirmoqchi bo'lsangiz, ularning talablariga ham javob bera olishingiz kerak bo'ladi. Bu sohaning keyingi yaxshi tomoni esa hamma biladigan sayohat qilish imkoniyati. Haqiqatan ham agarda siz bort kuzatuvchi bo'lib ishga kirsangiz, siz o'sha aviakompaniya uchadigan davlatlarda qolish va o'sha davlatda aylanib sayohat qilish imkoniyatini qo'lga kiritasiz. Masalan, aviakompaniyangiz bugun reys bilan Istanbulga uchishyapti va siz shu reysda xizmat ko'rsatyapsiz. Siz Istanbulga qo'nganingizdan keyin o'sha shaharda bir yoki bir necha kun qolishingiz mumkin. Bu degani sizda hech qanday majburiyat bo'lmaydi, bemalol sizda shaharni o'rganish, qaysidir joylarga borib sayohat qilish va yangi bilimlar orttirish imkoniyati bo'ladi. Undan tashqari, siz o'sha davlatda qolganingiz va u yerda vaqtingizni o'tkazganingiz uchun ham aviakompaniya sizga pul to'laydi. Ya'ni siz ham sayohat qilasiz, yangiliklarni o'rganasiz, yangi do'stlar orttirasiz, yangi madaniyatni ko'rasiz. Undan tashqari, oylik maosh ham ishlab topasiz. Bu aviakompaniya to'laydigan pul summasi esa sizning bir kun ovqatlanib va o'sha yerda aylanib yashashingiz uchun yetarli bo'ladi. Shaxsan men o'zim nechta davlatga sayohat qilgan bo'lsam, aviakompaniyam barcha shaharlardagi va barcha davlatlardagi xarajatlarimni to'liq qoplab bergan. Shuning uchun ham bu kasbga ishga kirishni hamma xohlaydi, chunki sayohat qilishni yomon ko'radigan odamni o'zi yo'q. Bu sohadagi yaxshi tomonlardan biri esa bu chegirmali chiptalar. Aviakompaniyalarga qarab siz chegirmali chiptalar yoki qandaydir bonuslar olishingiz mumkin. Masalan, oldingi darslarimizda aytib o'tganimdek, chet el aviakompaniyalari sizga, sizning oila a'zolaringizga va yaqin do'stlaringizga 90% gacha chegirmali chiptalarni taqdim etadi. Bu degani, agarda sizning oila a'zolaringiz qaysidir davlatga bormoqchi bo'lsa, o'sha aviakompaniya yoki o'sha aviakompaniya hamkorlik qiladigan boshqa aviakompaniyalardan bilet sotib olishlari va o'sha biletlarni 90-50% chegirmalarda xarid qilishlari mumkin. Bu degani, agarda sizda mana shunday chegirmali chipta bo'lsa, yaqinlaringiz deyarli tekinga sayohat qilish imkoniyatini qo'lga kiritishadi. Bu degani, siz nafaqat o'zingizga, balki yaqinlaringiz, do'stlaringizga ham foyda olib kelishingiz mumkin degani. Undan tashqari, bu kasbning yaxshi tomonlaridan bittasi hammamiz biladigan obro'li, e'tiborli kasbda faoliyat yuritishimiz va karyera qilishimiz. Barchamiz eng yaxshi bo'lgan joyda, eng yaxshi bo'lgan sohada karyera qilishni istaymiz va aynan bu kasb bizga mana shu imkoniyatni beradi. Chunki bu kasbga kirganingizdan keyin bu tabiiyki hamma sizga havas ko'zi bilan qarashadi. Aeroportda aviakompaniya formalarini kirib ketayotganingizda aeroportdagi odamlar sizni tomosha qilishadi va sizga boshqacha ko'z bilan qarashadi. Bu albatta sharafli kasb. Undan tashqari o'zingizga bo'lgan fikringiz ham o'zgarishni boshlaydi. Ya'ni siz uddaladingiz, mana shunday sharafli kasbga ishga kira oldingiz. Va bu kasbga kirish bilan siz nafaqat o'zingizni, balki yaqinlaringizni ham hayotini o'zgartirishingiz mumkin. Meni o'quvchilarim orasida shunday voqealar bo'lgan, oilaviy sharoitlari qiyin bo'lgan o'quvchilarim bo'lgan va ularning ota-onalari chet elda musofirchilikda yashashardi, bu yerda ishlashardi va o'quvchilarim ishga kirgandan keyin ota-onalarini o'z yurtlariga qaytarib olib kelishgan va ota-onalariga oila ta'minotida yordam berishadi. Chunki bu kasbga ishga kirganingizdan keyin siz juda ham yaxshi daromad topasiz va bemalol oila a'zolaringizga ham yordam bera olishingiz mumkin. Albatta, sizda ham bu imkoniyat bor. Agarda harakat qilsangiz va chindan xohlasangiz, bu kasbga kira olishingiz mumkin va sizga yordam berish uchun albatta men doim tayyorman. Keyingi darsimizda esa bu kasbdagi ba'zi bir qiyinchiliklar haqida gaplashib o'tamiz. Keyingi darsda ko'rishguncha xayr.